Jigarlar bilan to'yda o'tkazvoq bir vaqtning o'zida ham basseyn, ham sauna, ham PlayStation, ham massaj qiladigan jakuzilari bor. Yangi qad rostlagan masla Alijon ota choyxonasiga tashrif buyurdik. Ketadi-yu. 50 yurmaysanmi, chekichan bo'y yurmaysanmi, xo'p deysanmi, yo'q deysanmi, yo'q ichishni bilmaysanmi, anig'ini aytasanmi, yo'q ko'ruvdan ketasanmi, ichmasang ket. Bo'tda yosandaka choparlar, qani svet. Ushbu choyxonada 24 ta xona mavjud bo'lib, обычный va luks xonalari mavjud ekan. Basseynni qarang, Farg'onada bittagina bo'pti boru, sharoit Yevropa standarti. Saunalari bir vaqtning o'zida 10 kishini o'z bag'riga sig'dira olar ekan. Soati 600 ming bo'lib, har biringizga 60 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Suzishni bilmaydiganlar uchun PlayStation xonalari ham mavjud ekan. Tanish bilishlar, yaqinlar, jigarlar bilan kelsangiz yayrab orar ekansiz boru. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım anapa Tony Montana diyeyim. Gece uxlaming işledim oyladım İspatlaşım gerek verişine pul yak kanam. Xohlasangiz oshga zakasni berib qo'yib mazza qilib suzib chiqing. Xohlasangiz birinchi suzib chiqib och qoringa pirojokni bosib yuboring. Ketadi-yu. Ushbu choyxonamizning afzalliklaridan biri spirtli ichimlikka umuman yo'l qo'yilmas ekan. Ushbu videoni bir vaqtning o'zida osh yeyman, sauna qilaman, basseynda cho'milaman deb yaxshi choyxona izlab yurgan tanish bilishlarga jo'natib tashlaylar. Choyxonamiz manzili asosiy Oltiariq Marg'ilon trassa yo'lining Oqbera qishlog'ida joylashgan. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.